$350 mana shu tap-toza Matizimizni berib yuboramiz. Shu mashinaga ehtiyoji bor odam olib minsa, biz xursand bo'lamiz. Chunki xalq maza qilsin, biz maza qilamiz. Motor hadovoylarini yaqindan qildirib qo'ygan ekanlar, texnik diqqatga ish yo'dyaptilar. Bemalol kelib ko'rib, proverka qilib tekshirtirib boraverasizlar. Salonlarini ichi bor-ku, lekin cho'pki turibdi-da, mana qaranglar, BYD chexollar qo'yib qo'yilgan. Yomon emas, gidrolikalari bor, Nix super versiyasini, gazlari ham bor. Mashinaga bor, nima navorot kerak bo'lsa, hammasi bor xullas. Tirikchilik bop mashinalardan biri. Qalbi mashinalarini rasa xizmatlarini qiladi degan umiddaman, chunki yurib turishidan muammo yo'q deyapti. Ustidan olib kelib ko'rib tekshirtirib boraverasizlar. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, har kuni Telegram kanalimizga 10-15 talab GM raqamli marka mashinalarni qo'yib bormoqdamiz. Bunda ko'p insonlar xabar bo'lmagani uchun Telegram kanalga o'tib olishinglarni maslahat beramiz. Mana yon mashina holatlari. Bu mashinamizdan oldin rangi oq bo'lgan ekan, sariq ko'zlar uchun bo'yatgan ekanlar. Hech qanaqa udari yo'q dedilar. Bunisini ham kino olib kelib ko'rib tekshirtirib boraverasizlar. Bu mashinani olgandan keyin yana $500 rasxod qilamanmi, oformitga deydigan akalarimiz uchun yo'q narxkanalar har doim sizlarni o'ylagan holda generalniy domenisini ham gaplashib ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa arzon mashina qidirayotgan og'aylar yuborib qo'ysanglar, ancha ham savobga qolasizlar lekin. Mana orqadan holatlari.